Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan bugun Xo'jakbar hamda bugun sizlar bilan yangi chiqqan BMW ni obzor qilamiz. BMW X3 X-Drive 30L 2026 restyling mashinasi. Ko'rinishi xuddi shunaqa ko'rinishda. Mashina oldingilariga nisbatan ancha arzonroq, ya'ni qancha desangiz boshida o'tib ketaman narxini. Zakaz qilsangiz 77-78 ming atrofida tushadi. Agar siz наличие olaman desangiz 84 ming qilib beramiz. Naqd. Xo'p, oldi optikasiga birinchi kelamiz. O'sha lazerning o'sha ko'k chizig'i bo'lsa, bu dop paket, o'shanisi qo'shilgan. Hamda oldi faqat endi reshotka emas, hamda bu yerda lidar joylashtirilgan, hamda kamerasi ham bor. Ko'rayotgan bo'lsangiz, hamda mana bu cheti yonadigan qilingan. Xuddi i5 larga o'xshab. Hamda parktroniklari soni 6 ta, oldini o'zida, hamda radiatori o'sha ochilib yopiladigan emas, oddiyroq, lekin oldi ko'rinish xuddi shu. Bilasizlarmi, BMW yangi model chiqazadi, boshida chiqqanda hamma uni yomon ko'radi, yoqtirmaydi, lekin 1-2 yildan keyin trendga chiqib ketadi. Xuddi hozirgi i5 ga o'xshab. Diskalarga keladigan bo'lsak, Bridgestone diskalarda balonlarda 255-40R21 21 diskasi turibdi. Bu ham dop paket, o'zi 20 bo'ladi. Hamda baloni ham Bridgestone. Lekin bunda pnevma podveska yo'q, hamda buni oporni diskalari o'sha M paket, mashina ham o'zi M paket. Endi yon tomondan ko'rsangiz, eski X3lar bilan почти bir xil. Mashinada 360 kamerasi bor, beskuluchovoy dostуп bor, bu yerda slipoy zonasi bor, hamma narsasi bor. Eski raznashirokka qilingan, oldi 255 bo'lsa, orqa 285. O'zi ham juda qalin qilgan orqani. Xo'p, endi mana bitta nikelni ko'rsanglar, nikel o'ziga yarasha qilingan. Tepa black piano hamda bu yog'i nikel. O'zi ko'p mashinalarda shunaqa qiladi. Shoxi, bu yerda duga, bu yerda benzin quyadigan joyi yozib qo'yilganki, bu yerda kamida 95 quyilsin deb yozilgan. Bizda endi 98 quyiladimi, bilmadim. Endi meni bo'yim sal balandroqda, 190, shunga mashina sal pastroq bo'lib turibdi. Tepasida shoxini ko'rasizmi? Chiroyli ekan shu shoxi. X-Drive 30L orqa ko'rinishi cho'tki. Xo'p, endi bagajini bitta ochamiz. Bagajlar knopkada ochilib, knopkada yopiladi. Bu yerda shtorkasi bor. Shtorkani orqaga bitta haydab olamiz. Subwooferlari yo'q. Lekin mana bu tegida rosa ko'p joy bor. Chap, o'ng deysizmi? Hamma yoqda joy bor. Bu yerda bemalol narsalarni solib yursangiz bo'ladi. Knopkada o'zi ochilib, yopiladi. 360 kamerasi, bu yerda orqa dvornisi, orqadan ko'rinishi xuddi shu. Endi saloniga tashrif buyursak, o'sha M paket rul, restyling, shu ham chetlarida farq bo'ladi, hamda bronza rang bo'ladi u. Shu ovalniy monitor, head-up display, Harman Kardon bo'lishi kerak akustika sistema. Xo'p, mana bular ham yangicha qilingan. Bu yerda podsvetka joylashtirilgan, hamda ochib yopadigan. Bu ham bosiladi, hamda bu ventilyatsiya. Mana buni boshqarish uchun mana shu yerdan boshqarasiz. Xo'p, sideniya, pamyat sideniya 1, 2 bu yerda, ochish, yopish, ochish, bu yerda konsolni ko'rasiz. Mana bu yerda ham joylar ko'p. Birinchi o'chirtda baklashkaga joy, bu yerda yama bor, bu bor. Xo'p, endi mashinani ko'rasiz. Bu yerda tepa pas, bu yog'i bundoq qiladigan xullas. Hamma yoqni ko'rsangiz bo'ladi. Hamda shu ismi chiqib qoldi to'g'risi ham. Abduf abagrev bor, sideniyalarning ko'rinishi xuddi shunaqa, unaqa sportivniy sideniya deb bo'lmaydi buni. Xo'p, endi rulga keladigan bo'lsak, rulda unaqa ko'p narsa yo'q. Bu yerda cruise controlga javob beradi, bu yerda esa multimediyaga. Orqadagi pistok skorostdan skorostga o'tkazadi. Bu yerda sentralniy konsol, bu yerda esa podstakannik hamda besprovodniy zaryadka uchun joy. Barini ichini ochamiz. Barini ichi ham kattagina. Ko'rsangiz bo'ladi. Normalniy. Перекуритель bor u yerda. Ichi ko'rinishi xuddi shu. Ayniqsa, mana bu narsa juda ham yoqdi menga. Bunda ip o'tkazgan. Zo'r. Mana Harman Kardon akustika sistemada mashina. Endi orqasiga o'tiramiz. Oldini o'zimga moslab o'tkazib oldim. Oldi sideniyalarni o'zimga moslab olgandim. Endi bitta orqaga o'tiramiz. Bismillah. 1.90 bo'y. Xo'p. O'tirishim yomon emas. Cho'tga o'tiraman, mazza qilib. Yo'qda, lekin orqada joy yaxshi ekan. BMW i5 lardan ham katta, anchagina. Xo'p, mana buni kechqurun yonadi. Xohlagan rangingizni qo'ysangiz bo'ladi. Hamda shtorka bor o'z panoramaga. Type-C zaryadka qo'shishingiz uchun, monitor qo'shishingiz uchun joy. Bu yerda klimat kontrol, трехсторонний, тройной klimat kontrol.
Xo'p, mana bu yerda barda besprovодной zaryadka bor ekan. Zo'r. Menga yoqdi. Xo'p, endi mashina xarakteristikasiga keladigan bo'lsak, kapotini bitta ochamiz, ko'rsataman. Mashinada 2 litrli motor turibdi, BMWda. Xo'p, bularning men motoristmasini unaqa tushunmayman to'g'risi. 2 litr 258 ta ot kuchi beradi. 6,5 sekundda 0 dan 100 gacha chiqib bera oladi mashina, xudo xolasa. Hamda 400 ta крутящий moment, benzin средний расход 8 litr deb yozgan, atak 10 litr ichsa kerak. Kimga shu mashina kerak bo'lsa, описание nomer qoldirdim, bemalol telefon qilib aloqaga chiqing. Boshqa mashinalar kerak bo'lsa ham bemalol telefon qiling. Zakazga necha pulligini aytdim, hamda Toshkentdan necha pulga olishingizni ham aytdim. Ko'rishguncha, keyingi mashinani nimani obzor qiling?